2026-yilda karavotlarni narxi xonadon egasiga necha pulga tushadi? Sizlarga aytib o'tamiz. Videoga like bosib qo'yinglar. Aka, buni ma'lumot qanaqa endi? Razmerlariga keladigan bo'lsak, 3 metrga 240. Aha. Turbalari 32 lik turbadan, oyoqlari 50 lik turbadan. Tushunarli. Taglarini ham oling. Tagida ham podishkasi bor, shunaqami aka? Xuddi shunday, taglarda ham podishkasi bor. 3 metrligida 2 ta oyoq, 4 metrligida tagida 3 ta oyoq bo'ladi. Endi narxini ham aytib o'taylik aka. Narxlari 3 metrligini narxi 3 ga 240 ning narxi 3,5 million so'm. Aha. Qamashi bo'yicha dastlabki tekin kelishilgan holda undan kelishib berasiz. Kelishtirib beraman narxlarini. Bu variantchi endi aka. Bu varianti buni ham 32 lik 32 lik turba, 50 lik turba, oyoqlari tagiga podushka qo'ygansiz. Taglar podushka bo'lgan, konteyner pol taxtasi, baquvvat taxta. Aha. Aka, mehmonlar kelganda tushib ketmaydimi shunda? Yo'q, bemalol 15 kishi yotib olib, yeb ichib yotaveradi. Xo'p. Buni razmeri necha hozir? Razmeri 240 ga 4 metr. 240 ga 4 metr. Yig'iladigan variant necha pul narxi? Yig'iladigan varianti 4,5 million so'm, Qamashi rayoni bo'yicha dastlabkasi tekin. Dastlabkasi tekin bo'ladi. Hozirgi joylashuvimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan bo'lyapti. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqaruvchi, ya'ni o'zlarining qo'ldan o'tadi har biri. O'shaning uchun narxlari arzon bo'ladi. Qamash aytganlaridek Qamashi tumani bo'yicha narxlar dastlabkalari tekin bo'ladi.